Assalomu alaykum barchaga. Attestatsiyaga tayyorlanayotgan ustozlarimiz uchun o'tgan yilda tushgan misollarni yechimini ko'rib chiqamiz. Ehtimollar nazariyasiga oid va kombinatorikasini. Xo'p, 225-si. Talabadan 18 ta savoldan 12 tasiga javob berish so'ralgan. Dastlab 6 ta savoldan ko'pi bilan 2 tasiga va oxirgi 6 ta savoldan kamida 5 tasiga javob berilishi kerak bo'lganligi sababli nechta variant tanlashi mumkin degan masala berilgan ekan. Endi talabadan 18 ta savol bor ekan. 2, 3, 4, 5, 6. Bu birinchi holat. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keyin 13, 14, 15, 16, 17, 18. Endi bu yerda mana savollar. Agar hozir biz birinchisidan 0 ta desak, 6 dan olsak, keyingisidan xo'p, oxirgisidan eng kami 5 tasi deyapsiz. 6 dan 5 desak, u 12 tasiga javob berish kerak-ku, demak 7 ta tanlash kerak. 7 ta tanlab bo'lmaydi-yu, mana shu holatlarga keladi. Masalan, birinchisi 6 dan 1 bo'lsa, keyingisi 6 dan 6 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisidan 6 dan 5. Keyin bundan 5 ta bo'lib, bundan oshadi. Bu o'zgarmagan holda, bu 2 ta bo'lganda bunisi o'zgaradi va bunisi. Bu ishimiz ko'payib ketadi demoqchiman. Shuning uchun biz boshqa bir ish qilamiz. Bular turadi, tepasini o'chirmayman. Men o'rtadagi 6 ta savolga teginmayman, yozaman. Birinchisida umuman javob bermasin. Chunki kamida ko'pi bilan ikkitasi, demak 0 ta javob bergan bo'lishi mumkin, 1 ta javob bergan bo'lishi mumkin, 2 ta javob bergan bo'lishi mumkin. Ko'paytirilgan. Ikkinchisiga teginmadim. Uchinchisidan S6 dan 5 va S6 dan 6 qilsak bo'ldi. Endi bu PDFda terib chiqilganda imtihonga kirib chiqqan ustozlarimizdan kimdir yoddan chiqarib bo'lishi mumkin. Kalitlarda xatolik bor bu PDFda. Endi bularni shuni hisoblab qo'ysa yetarli, javob chiqdi. S6 dan 0 degani 1 ga teng. 6 dan 1 degani 6 ga teng. 6 dan 4 degani 15 ga teng. Ko'paytirilgan 6 dan 5 degani 6 ga teng. 6 dan 6 1 ga teng. Xo'p, 22 ko'paytirilgan 7 dan 140 adashmasam 154 degan javob bo'lar ekan. Shu ko'rinishda ishlasak bo'ladi. Mana. Mohiyatini tushuntirib berim deb o'ylayman. Agar tushungan bo'lsak, davom etamiz. Xo'p. Yotoqxonada 2 ta 3 kishilik va 1 ta 2 kishilik xona bor ekan. Endi talabalar turar joy deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bu 3 kishilik. Keyingisi ham 3 kishilik. Oxirgisi 2 kishilik. Xo'p, o'zi 8 kishimiz bor. 8 ta talaba keldi. Birinchisiga 3 kishini tanlayman. 5 ta qoldi bizda. S 5 dan 3 ko'paytirilgan S 2 dan 2. S 2 dan 2 1 ga teng. S 8 dan 3 ta hisoblasak 8 faktorial taqsim 5 faktorial ko'paytirilgan 3 faktorial ko'paytirilgan 5 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paytirilgan 2 faktorial.
Endi C2 degan 1 ga teng. Bular ketadi suratda 8, 7, 6 taqsim mahrajda 6 ko'paytirilgan 5 faktorial 3 faktorial ketsa 4 kere 5 taqsim 2. 56 ko'paytirilgan 10 dan 560 ta holat borligini ko'rish mumkin. Bu 560 ta holat nima? Shu 8 kishini biz 3 ta xonaga joylashtirishimizning barcha holati. Buning ichida Ali bilan Akbar birga joylashgani bor, birga joylashmagani ham bor. Bizdan aytgan yotoqxonachi bir xonada qolmasligi deyapti. Demak, ular bir xonada qolmasligi kerak. Biz ikkalasini qoladiganini topib, jami holatdan chiqarib tashlasak, qolmaydigan holatlari qolib ketadi. Birinchi Ali bilan Akbar birinchi xonaga tushsin desak, mana shu xonaga 2 kishi kirgandan keyin ikkalasini bitta odam deb tasavvur qilmaymiz, lekin shu xonaga ketdi deb tasavvur qilsak, biz o'sha xonaga yana bitta odam kirgiza olamiz. Bu 6 dan 1 ko'paytirilgan 5 dan 3. 6 kishidan 1 kishi ketsa birinchi xonaga 5 kishi qoladi. Shu 5 tadan 3 kishini ikkinchi xonaga jo'natamiz. 2 kishi qoladi va 2 kishi ketaversin uchinchi xonaga. Hisoblaymiz. 6 dan 1 degani 6 faktorial taqsim 5 faktorial bo'lsa 6 ko'paytirilgan 5 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paytirilgan 2 faktorial 60 qilaqin. Ikkinchisi ikkalasi yashil xonada bo'lsin. Yashil xonaga ketsin deyapti. Xuddi shu ishni qilamiz. Uchtirim bo'lganligi uchun bunda ham hisob-kitob qilsak, mana bu joy bilan mana bu joy teng. 60 chiqadi. Uchinchi holatimizda birinchi xonaga 3 kishi, ikkinchi xonaga 3 kishi, Ali bilan Ahmad uchinchi xonaga ketsin. Bu 20 ta ekan. Biz hisoblaganlarimiz ular bir xonaga ketishiydi. Bizdan bir xonada qolmasin deyapti. Demak, jami holatdan ayiraman 60 60 120 120 20 140. Shuncha holatda joylashtirishimiz mumkin ekan. Ali bilan Akbarni. Davom etamiz. Xo'p, quyida aylanada bir xil masofada joylashgan 12 ta nuqta bor. Shunga ko'ra rasmdagi istalgan 3 ta nuqtani burchak sifatida qabul qilgan nechta to'g'ri burchakli uchburchak chizish mumkin? Endi aylanadagi eng katta vektor bu diametr. Aylanada to'g'ri burchakli burchak hosil qilish uchun bizga diametr kerak bo'ladi. Endi bir xil masofada joylashgan 12 ta deyapti. Ikkitasini birlashtirsam farqi yo'q. Qaysi bo'lishining. Endi diametrga tiralgan burchak 90 gradusligini bilgan holda o'zi nechta diametr bor? Har ikkitasini tutashtiryapmiz, bitta diametr bo'lyapti. Demak, 6 ta diametr bor. Rang bilan chizib qo'ydim. Endi diametr bo'lishi uchun mana buni tutashtiryapman mana. Bu 90 gradus, to'g'ri burchak, uchburchak. Bunisini chizsam bu ham bitta 90 gradusli uchburchak. Mana buni chizsam
90 gradus. Mana bunisini chizsam. Beshta uchburchak bor ekan. Bu tepada 5 ta bo'lsa, pastda ham 5 ta bo'lishi aniqda. Demak, S5 dan 1, tepada S5 dan 1, pastda ham S5 dan 1. Chunki 5 tadan bittasida. Buni hisoblasak 5 plus 5 dan 10 ga teng. Demak, har bitta diametrda 10 tadan to'g'ri burchak uchburchak bor. Hozir bizda tutashtirsak, bitta diametr, ikkita diametr, uchta diametr, to'rtta diametr, beshta diametr va 6 ta diametr borligi uchun har bitta diametrda 10 tadan bo'lsa, 6 tasida 60 ta bo'lar ekan. 6 ko'paytirilgan 10 dan 60 ta to'g'ri burchak uchburchak bor ekan. Shu ko'rinishda ishlasak bo'ladi. Bu D javobda ekan mana. Davom etamiz. Uzr so'zlar. 3 ta quyon va 4 ta mushuk tasodifiy yonma-yon tuzilgan. Shunga ko'ra har qanday ikkita mushukning birga kelmaslik ehtimolligini toping. Endi joyini almashtirishlarini hisoblab bo'lsak, joyini almashtirishlar nechta bo'ladi o'zi? 7 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paytirilgan 4 faktorial. Bizga kombinatorikada misollar kelardi. Mana bu harflar kelsa-da, harflar takrorlanib qolsa, suratga chiqib ketardi. Shunday qilsak ham bo'ladi. Hozir joyini joylashtirishlarni hisoblab olsak, 7 faktorial taqsim 4 faktorial bo'lsa, 7 6 5 bo'ladi, mahrajda 6 qoladi. Demak, 35 ta usulda joylash mumkin ular. Endi quyonlar soni bitta kam. Bitta kam, mushuklar ko'p. Demak, ikkita quyon bir joyda kelib qoldimi, demak mushuklar bir joyda kelib qoladi. Biz shunday qilmasligimiz kerak. Mushuk, quyon, mushuk, quyon, mushuk, quyon, mushuk. Ixtiyoriy ikkita quyon bir joyda keldimi, mushuklar birlashib qoladi, ya'ni yonma-yon turib qoladi. Bizda bittagina holatimiz bor turmasligining. Любой bitta quyon joyi o'zgarsa, o'zgarib ketadi. Mushuklar bir joyga kelib qoladi. Bunday holat bitta. Bitta holati bor. Pa ehtimollik taqsim 35 bo'ladi. Bu ajobda. Davom etamiz. Avtoturargohda deyapti. 10 ta to'xtash joyiga ega avtoturargohning rejasi quyidagicha. Ushbu bo'sh avtoturargohdagi raqamlangan to'xtash joylariga ikkita transport vositasi qo'yiladi. Avtotransport vositalari asosiy raqamlangan to'xtash joylari yonma-yon turish ehtimoli qanday? Endi ustozlar, buni holati bor. Masalan, 1 bilan 2 da, 2 bilan 3 da, 3 bilan 4 da, 4 bilan 5 da desak bo'ladi. Xuddi shunday. Teskarisi 2 1, 3 2, 4 3, 5 4. Yonma-yon turishi. Masalan, birinchisida oq turib, ikkinchisiga qizil tursa yoki ikkinchisiga oq turib, qizil farqi yo'q. Demak, bundan tushunamizki, 8 ta holat bor. Agar 1 dan 5 gacha turadigan bo'lsa, bu yerda 8 ta. Demak, pastda ham 8 ta. Agar bitta mashinamiz, masalan, oq mashinamiz
Любой bitta katakka kirsa, keyingisiga bitta imkoniyat kamayadi. Demak, bu hozir yozaman. Pa ehtimolligi mahrajda 10 ko'paytirilgan 9. Chunki hozir qaysi birinchi kirsa, unga 10 tadan 10 ta joyi bor. Xohlagan bittasiga kirishi 10 ta holati bor. Bittasi joylashgandan keyin ikkinchisiga 9 ta imkoniyat qoladi-da. Bizda holatlarimizga qaraymiz endi. Holatlarimiz 1,5 8 ta bo'lsa, jamisi 16 ta bo'ladi. Mana 16 ni yozdim. Hisoblaymiz. Pa ehtimollik 2 ga bo'lsam 8 taqsim 45 degan javob bo'ladi. Aytganimdek, kaltlarda xatolik bor. Uni to'g'rilab ketamiz. Mazmun mohiyatini tushunsak bo'ldi bu misollarda. Xo'p, keyingisi. Xo'p, quyidagi rasmda 1 va 2 qutidagi sharlarning raqamlari va ranglari berilgan. Sal xira bo'lganligi uchun o'zim yozyapman. 3 ta ko'k, qizil, 2 ta ko'k, 5 qizil. Tasodifiy quti tanlansa va olingan shar qizil ekanligini bilib, qutidan olingan sharning birinchi qutidan olingan bo'lish ehtimoli qanday? Zo'r masala. Xo'p. Tasodifiy qutidan olingan shar qizil ekanligini birinchi qutidan olingan bo'lish ehtimoli qanday? Menimcha bunda ustozlar xo'p qizil deyapti. Birinchi qutidan qizil chiqish ehtimolini topib qo'yishimiz kerak. Demoqchi bo'lganim, birinchi qutidan qizil chiqish ehtimoli 4/7. Endi bizda ikkita quti bor-ku. Ikkalasining ham qizil chiqish hodisasi bor. Mana shuni aytayapti menimcha. Chunki pastda ehtimolliklar qo'shilyapti. Tepada aynan birinchi qutining chiqishini so'raganligi uchun birinchi qutini qo'ydim. Pa ehtimollik 4/7/9/7. Pa ehtimollik 4/9 ga teng. Bu B javobda. Davom etamiz. Xo'p, sumkada 3 ta qizil, 4 ta sariq, 5 ta oq shar bor. Xo'p, 3 ta qizil bo'lsa, mana 3 ta qizil, 4 sariq, 5 oq. Biz aytayapti, shunga ko'ra ketma-ket tasodifiy chizilgan 3 ta sharning kamida 2 tasi bir xil rangda bo'lish ehtimoli qanday deyapti. Endi umuman xo'p, buni o'ylaydigan joyimiz bitta. Qizil chiqish ehtimolini olsak, xo'p, 3/12 bo'ladi. Keyin yashil chiqish ehtimoli 4/11. Endi demoqchi bo'lganim, baribir shu sharlar chiqadi. 0 ta degan narsa yo'q bu yerda. Qizil chiqish ehtimoli 3/12 ko'paytirilgan sariq chiqish ehtimoli 4/11 ko'paytirilgan oq chiqish ehtimoli 5/10. Endi buni o'zlarini kombinatsiyasi ham bor. Men hozir qizil sariq oq deyapman. Qizil oq sariq bo'lishi mumkin. Oq qizil sariq bo'lishi mumkin. Oq sariq qizil bo'lishi mumkin. Sariq qizil oq, sariq oq qizil. Bu 3 faktorialda o'ziniki. Bu hozir bittadan olinyapti sharlar, bittadan. Endi 3/12 degani 1/4. Soddalashtirish ishlarini olib boramiz. Bular ketsa 5/10 ko'paytirilgan 1/11 ko'paytirilgan 6.
taqsim 2 bo'ladi. 6 ni 2 3 taqsim 11. Bu nima? Bittadan chiqishini topdim. Bittadan. Pa ehtimollik. Endi 1 dan ayirsam 3 taqsim 8 ni pa ehtimollik o'zi 3 taqsim 11 ku. 8 taqsim 11 ga teng. Kamida ikkitasi bir xil rangda bo'ladi yoki 3 tasi. Birdan ayirib qo'yapman, chunki bittadan shart chiqadi. Biz birdan ayirib qo'ysak, ehtimollik doim 1 ga teng bo'ladi. Keyin kamida ikkita, kamida 3 ta degan tushunchalar kelib chiqadi. Buni kompyuter misollarida ham ko'rganmiz ustozlar. Bu sejovda mana. Davom etamiz. 4 ta erkak, 4 ta ayol bo'lgan 8 kishining barchasi tasodifiy Toshkent yoki Samarqandga yuboriladi. Shunga ko'ra 2 erkakning shu joyga aniq degan joyga kirib ketaylik. Ikkala shaharga borish ehtimoli qanday? Xo'p, o'zi E 4 ta erkak mana 8 odamimiz bor. Xo'p, barchasi tasodifiy Toshkent yoki Samarqandga yuborilyapti. Demak, bu 2 dan ikkita shahar bor-ku. Ikkita bo'lganligi uchun ikkita imkoniyat bor degani. Bu 2-8-chi 256 ga teng degani bu. Ikkita shaharga ketishi mumkin-da. Men ikkitasini shunday belgilasam, bu yerda 7 ta odam bo'lib qoladi. Endi ikkalasini bitta shaharga ketsin deyapman, aniq deyapman. Shartida yo'q, lekin shunday deb ishlayapmiz. 7 ta bo'lgandan keyin 7 ta odamga buni qandaydir T desak, T A. Bu 7 ta bor bu yerda. 2 ko'paytirilgan 2 kamida ekan, ko'paytirish qoidasi 2 darajasi 7. Ya'ni 128 ta holati bor ekan. Bu 2 ta erkak bitta shaharga ketishi. Bu jami holat. Ikkalasini nisbatini olsak chiqdi-da. Pa ehtimollik 128 taqsim 256. Pa ehtimollik bu taqsim 2 ga teng. Bu C javobda. Shu tartibda ishlasak bo'ladi ustozlar. Qo'limdan kelgancha tushuntirib berishga harakat qildim. Kimlardir farqli yechimlar bo'lsa, kommentda yozish mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.